Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem din kardeşlerim. Deccal degan so'zning ma'nosi haqni yashiruvchi kishi. Qiyomatning zo'r belgilarining birisi Deccal deb isimlangan bir shaxsning shug'ul. Onun haqında xabarlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahih hadislerinde kelgan. Bu hadislerde haber berilgancha ol bir shaxs bo'lib, Alloh Teala onu kishilarning kishi yetmay turgan narsalarga qodir etib qo'ya. Hatta Deccal turli odatdan tış bo'lgan ajoyib ishlarni ko'rsatib, qo'y bir kishilar o'z dinlaridan qaytib ona yerir. Masalan, kishilarni o'tirib tirikda. Onun o'zining jannati ham jahannami bo'lacak. Ko'kka amr etsa, ko'kdan yomg'ir yovar. Yerga amr etsa, yerdan o'simliklar chiqar. Lakin bu narsalarning bitinisi Alloh Taolaning ruxsati bilan bo'lacak. Alloh Taola shu kishini ona kishilarni sinov ham imtihon etu ishim bera. Ammo Alloh Taola shim musulmonlarni ona yerudan saqlay. Ular onun yolg'oni bilan aldanmay. Alloh Taola onu halak etu tilagi bilan ondan bu kishilarni ola hem onun bütün işlerin yo'qqa chiqara ham ko'kdan G'aysa alayhissalom teshib onu o'tira. Derslikte Deccal'nin bir ko'zi so'qir bo'lib, onun üstünde qoplangan teri var. Hem onun iki ko'zi arasında kafir deb yozilgan bo'lib, onu her bir mümin yoza bilse de bilmese de o'qiy olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal fitnesinden ushbu duoni o'qirga kengash etdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni a'udhu bika min azabi cehennem ve min azabil qabr ve a'udhu bika min fitnetil mesih deccal ve a'udhu bika min fitnetil mahya vel memat. Allah subhanahu ve teala barchamızda Deccal fitnesinden saklasaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.